ko'rikkanlarda yaxshigina foyda bilan chiqqanman bitta entrida. $2000 foyda. Bu entry nimaga asoslanib qilindi? Ko'rib chiqamiz. Kelinglar. Bitta strategiya bor, yangi strategiya vaqt bilan bog'liq. MetaTrader vaqti bilan bizga M15 sham kerak. Ya'ni MetaTrader vaqtida 12:30 da ochilib yopilgan, 12:30 da ochilib yopilgan M15 sham kerak. 12:30 da M15 shamni olamiz va buni qaysi tomonga buzadigan bo'lsa, ya'ni shpilkadan shpilkagacha zona qilib olamiz. Buni qaysi tomonga buzadigan bo'lsa, biz obratnasiga savdo qilamiz. Tepaga bo'lsa tepaga, agar pastga buzadigan bo'lsa, obratnasiga pastga. Bunda stop loss take profitlar xuddi shu narsa obratnasiga buzilishida bo'ladi. Ya'ni sizlar obratnasiga buzgan paytda savdosiga kirgansizlar, tepaga chiqibdi, yana zona tepaga buzib qo'ydi. Shu holatda stopga berib chiqasizlar. Buni to'liq holatini chatda ham ko'rishimiz mumkin. Qaranglar. Bozor holatida bu juda ham ideal ishlab berib kelyapti. Bugungi ishlagan holatni ko'rsanglar bo'ladi. Bizda M15 ham bunga to'g'ri keladi. Ya'ni 12:30 ochilib yopilgan M15 buni tepaga buzyapti. Tepaga buzgandan keyin testini berib 180 pips berib, yana pastga buzyapti. Pastga buzgandan keyin uje yaxshigina pips pastga oqib ketdi. Pastga buzyapti, testini beryapti. Testini bergan holatda yaxshigina pips oqib beryapti. Buni to'liq darsligi bizning Telegram kanalimizga tashlab qo'yildi. M15 strategiyasida 12:30dagi Telegram kanaliga qanday o'tamiz desanglar, bizning Instagram kanalimizning shapkasida, ya'ni biosida Smart Candle uz bor. O'shanisiga bosasizlar, bizning kanalga o'tadi. Kanalga o'tgandan keyin linkni ustiga bosasizlar, Telegram kanalimizga qo'shilishingiz mumkin. Bu yerda faqat emas, boshqa darsliklar ham juda ham ko'p.